Qadrli do'stlar, mana sizni ixlos ko'nglimdan salomlayman. Respublikamizning yetakchiligi ismidan sizni bilan o'zimni birga deb sanayman, ham sizga hatto mana xizmatdoshlar deb murojaat etasim keladi, chunki mana bu yangi xizmat vazifam bilan baylar ravishda men o'zimizning komissiya degan Respublikamizda tug'an tilimizni saqlov masalalarini sizdan boshqa men hech de ko'z oldimga keltira olmayman. Ham endi mana ishlay boshlagan birinchi kundan beri xalqimiz ko'nglidagi ruhiy bo'shliqni to'ldirish uchun, onun ko'nglini teranroq ishga o'tib kirish uchun nendek choralar bilan, kimlar bilan narsalar ekan degan so'rov bilan izlana boshlagach, mana sizni topdik. Ham sizning har biringizga yaqin bo'lirga, har birimiz bilan o'rtaq proyektlar bo'ldirishga tirishdik. Hamda bizning o'lishimiz Alloh rizoligi bilan motorgina boshlanib ketdi. Durust, endi natijalar turida silashirga begirta, chunki bizga burilish yasharga kerak bu masalada. Tikka xatda burilish yasarga kerak. Endi sizni men ko'z oldimga keltirishimcha, ilki xizmat vazifam bilan men bitinda gektarlar, tonnalar, kilogramlar bilan ishlagan chamna sizning bilan birga hozir o'lchovga solib bo'lmaydigan ruhiy qiymatlar bilan turunda ishlarga sizlarga kerak bo'lacak. Sizning bilan biz bilan birgamiz. Respublikamizning, xalqimizning turmushin to'liq bir motor, ijodiy bir oila etamiz. Salomat oila. Hem respublikamiz mana shuning bilan baxtlilar, onun bek ko'p millatlari bek motor, tinch ham do'stlikda yashaylar, ijod etalar. Har birimizning millatimizning ayrim bayrami bor. Mana hatto sizda o'zingizga ayrim Aydar Said Garash aytganday, gel kishi ko'nglini ko'rib yuri har mana endi nihoyat o'zingizning ko'nglingizni ko'rish uchun bir bayram topdingiz. Endi Voltat Media aksionerlik jamiyatining balki yubiley bilan da bayladir. Men ayrim hurmatimni yetkazim kelar munisipal rayon darajasındagi filiallarga, chunki ular bizning xalqimizga, gazet o'quvchilarimizga, tinglovchilarimizga bigrek da yaqin. Ular kengashchilarda, ular sirdashlarda, ular yoqlovchilarda, shunga ko'ra mana xalqimizning turmushin sizdan boshqa hech cheksiz ko'z oldimga keltirib bo'lmaydi. Shunga ko'ra har shaq birga bo'lamiz millatdoshlarimiz bilan. Onlardan bir de ayrılmağız, onlardan tingli, onlardan huzurlarını ishta biligiz, ham ona hokimiyatga, davlatga yetkira bilsangiz, mana bizning turmushimiz hech cheksiz o'rinda toptanib turmaslik olg'a boramiz. Respublikamizning onday mumkinliklari bor. Har barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman, ham kelajakda da birga bo'laylik. Mana u vaqtda yozgancha biz bo'ldiramiz sizning bilan. Bayram bilan qadrli do'stlar.